Assalomu alaykum aziz opa-singillar, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan juda ham mazali, ichi ajoyib nachinkaga to'la bo'lgan oddiygina cheburek tayyorlaymiz. Barcha ishlatgan mahsulotlarimni описаниеga yozib qoldiraman. Bemalol videoni tomosha qilib bo'lganingizdan keyin описаниеga kirib yozilgan mahsulotlarning ro'yxatini ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Demak, idishimizga albatta elangan un solamiz. Uni ketidan tuz solamiz va qaynoq suv solamiz. Suvimiz juda ham qaynoq, ya'ni gazda turgan qaynagan suv solinmaydi, ammo lekin issiqroq suv solinadi. Qaynagan suv solganimizdan keyin orqasidan pista yog' solamizda xamir qilishni boshlaymiz. Xamirimiz juda ham mayin, qo'lga yopishadigan, chiroyli xamir bo'lib yetishadi. Ikkala qo'limiz bilan xamirimizni zuvala holatiga keltirib olamiz asta-sekinlik bilan. Xamirimiz mana tayyor bo'ldi. Endi bu xamirimizni ustini strechlamizda yarim soatga olib qo'yamiz. Endi ichiga soladigan nachinkamizni tayyorlashni boshlaymiz. Oddiy sir ishlatamiz. Sirimiz iloji boricha cho'ziladigan mozzarella sirini ishlatsak yaxshi bo'ladi. O'zimizni ko'nglimizga yoqadigan ko'kat va bir dona tuxum solamizda. Tuz solmaymiz, chunki sirri o'zini tuzi yetarlicha bo'ladi. Shu mahsulotlarni solganimizdan keyin hammasini yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Agar video yoqqan bo'lsa, o'z fikr mulohazalaringizni albatta kommentariyada yozib qolishingizni so'rab qolaman. Chunki har bitta yozilgan kommentariy men uchun juda ham qadrli hisoblanadi. Demak, ishimizga qaytadigan bo'ladigan bo'lsak, tayyor dam olgan xamirimizni endi zuvolachalarga bo'lib olamiz. Zuvalamiz juda ham katta bo'lishi kerak emas, cheburekdan sal kichkinaroq shaklda bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Shu xamirimni men 15 ta zuvolachalarga bo'lib oldim. Xamirimizni bo'laklarga bo'lib olganimizdan keyin chiroyli qilib zuvolachalar yasab olamizda. Ularni endi bir chekkaga olib qo'yamiz. Shu o'rinda aytmoqchimanki, ichiga soladigan nachinkamizni xohishga ko'ra almashtirsak ham bo'ladi. Xohishga ko'ra oddiy kartoshkali pyure qilsak ham bo'ladi. Ya'ni kartoshkali pyure qilib, orasiga qovurilgan piyoz qo'shsak ham bo'ladi yoki bo'lmasa qiymali piyoz qilsak ham bo'ladi. Agar qiymali nachinka qiladigan bo'lsak, bu albatta cheburek bo'ladi o'z-o'zidan. Mana shu holatida zuvalani yasab olganimizdan keyin xamirlarimizga endi asta-sekinlikda ishlov berishni boshlaymiz. Juvamiz bilan xamirimizni hamma joyini bir xilda yoshimiz kerak. Juda ham yupqa bo'lib ketish kerak emas. Agar yupqa bo'lib ketadigan bo'lsa, qovurilish jarayonida xamirimiz ichidagi suv oqib ketib qolishi mumkin. Ya'ni xamir yirtilib yoki bo'lmasam yorilib ketadi. Shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Mana ekranda ham ko'rsatib o'tdim xamirimizni qalinligini. Xamirlarimiz juda yupqa bo'lib ketish kerak emas va qalin ham bo'lib ketish kerak emas. Shu ketma-ketlikda barcha xamirlarimizni yoyib olamiz. Endi yoyilgan xamirlarimizni asta-sekinlikda ichiga nachinkalarimizni solishni boshlaymiz. Bu nachinka juda ham mazali bo'lib chiqadi. Agar hali tayyorlab ko'rmagan bo'lsanglar, albatta tayyorlab ko'rishinglarni maslahat beraman. Keyin kommentariyada o'zingizlarning fikringizni yozib ketishinglarni yana kutib qolaman. Ichiga nachinkamizni solganimizdan keyin albatta chetlarini mana qo'llarimiz bilan yaxshilab yopishtirib chiqishimiz kerak. Bo'lmasam qo'rilayotganda agar yaxshi yopishtirmasak, orasidan sirlarimiz oqib chiqib ketib qoladi. Mana xuddi shunday qilib kichkina cheburekchalarimizga ishlov berib oldik. Endi bularni qizib turgan yog'da qovurib olamiz. Yog'imiz qizigan bo'lsa ham, ammo lekin olovimiz baland bo'lishi kerak emas. Shunisiga ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Albatta, taxlayotgan patnislarimizni tagiga, nomiga un sepishimiz kerak bo'ladi. Chunki eng oxirida qovuriladigan cheburek har doim suvi chiqib ketishi ehtimoli juda yuqori. Endi qizib turgan yog'imizga chebureklarimizni ketma-ketlikda solamizda, iloji boricha qoshiq bilan yuza tarafiga qaynoq yog'imizni sepamiz. Bu qovurilayotgan chebureklarimizni usti ozgincha sharikchalik bo'lib chiqishiga yordam beradi. Xamirlarimizni asta-sekinlikda videoda ko'rsatilgandek qilib qovurib olishni boshlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek kichkinagina chebureklarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi xohishga ko'ra bunga xohlagan souslardan tayyorlasak bo'ladi. Eng asosiysi cheburegimizga qaynoq choy yoki bo'lmasam limonli choy tayyorlaymizda uydagi oila a'zolarimizni chaqiramiz. Mana
chip chiroyli bo'lib, chevaraklarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi dasturxonga marhamat. Yana kichkinagina maslahatim, bu chevarakni albatta issiq holatida yegan yaxshiroq, sababi uni ichidagi sirlari ham juda ham cho'ziluvchan hamda mazasi boshqacha bo'ladi. Video sizga yoqqan bo'lsa, albatta kanalimga podpisatsiya bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda yana ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'ling.